Davom etamiz. Poytaxtimizning Navro'z bog'ida Toshkent shahrida milliy qadriyatlar shiori ostida madaniy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi tashkillashtirgan mazkur marosimda milliy qadriyatlarimiz targ'ib etildi. Maqsad ularni asrab-avaylash va yosh avlodga bekam u ko'st yetkazishdan iborat. Tadbir o'tkazilayotgan maydonga kirishingiz bilan milliyligimiz va qadriyatlarimiz aks etib turibdi. Karnay-surnaychilar, doirachilar, folklor va sozandalar jamoalari milliy kuy, qo'shiq va laparlar ijro etib, o'ziga xos teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etdi. Bu yerda asosan Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi tuman madaniyat bo'limlari, madaniyat markazlari qolaversa, bolalar musiqa va san'at maktablarini eng iqtidorli ijodkor yoshlari va professional o'qituvchi pedagoglar ham ishtirok etishyapti. Biz bu tadbirga Toshkent shahar Yashnobod tumanidan tashrif buyurdik. Tumanimizda 5 ta bolalar musiqa va san'at maktabi bor va madaniyat bo'limi. Shu 6 ta tashkilot tomonidan ishtirok etyapmiz. Milliy qadriyatlar, milliy liboslarimizni namoyon qilishdan tashqari, bizning onalarimiz, ota-bobolarimiz qadimdan pishirib tayyorlab kelishgan milliy taomlarimizni ham olib kelib, mana tadbirda ko'rsatib beryapmiz. Bu marosimni biz haqiqiy ma'noda qadriyatlar bayrami deyishimiz mumkin. Bu yerda bugun kulolchilik, hunarmandchilik buyumlari, milliy liboslar ko'rgazmalari namoyish etildi. San'atkorlarning chiqishlarini ko'rish mumkin. Mazkur tadbirda ishtirok etish uchun Toshkent shahridagi har bir tuman madaniyat bo'limlari hamda bolalar musiqa va san'at maktab o'quvchilari uchun ham alohida hududlar ajratildi. Ushbu qadriyatlar bayramiga nafaqat badiiy havaskorlik jamoalari, balki iste'dodli estrada xonandalari hamda professional ijrochilar ham taklif etildi. Ijro dasturimizda hamma mavzu bor. Vatanga bag'ishlangan, vatanga mehr tuyg'usi yo'g'rilgan, yallalar, laparlar, maqomlarimiz ham bor. Umuman bizning ijro namunalarimiz juda boy. Bizni o'zi xalqimiz juda bir mehmondo'st, bir bayramsevar xalqimizda. Shuning uchun ham biz o'sha milliy qadriyatlarimiz, udumlarimiz, an'analarimiz davomli bardavom bo'layapti. Bugun bu yerda har bir tuman uchun ajratilgan hududda milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi muhit yaratildi. Milliy liboslar, hunarmandchilik va kulolchilik buyumlari, umuman barcha yo'nalishdagi ko'rgazmalarni maxsus ajratilgan hakamlar jamoasi baholadi. Yuqori ball to'plaganlar taqdirlandi. Maqsuda Shirinboyeva, Habibulla Azimov, yoshlar.